Assalomu alaykum. Ma'rifatanga ta'rif 12-variant yechimini ko'ramiz. 12-variant. Birinchi savol. Birinchi savol. Qaysi agregat holatda molekula bo'lmaydi? Demak, plazma, qattiq modda, suyuq gaz. Plazmada bo'lmaydi. Plazmada ionlar ko'rinishida uchraydi. Ion holatda uchraydi. Masalan, kaliy ionlari, natriy ionlari ko'rinishda molekulalar ham ionga ajralib ketgan bo'ladi. Shuning uchun qaysi agregat holatda molekula bo'lmaydi desa, biz aytamiz ekan, plazma holatida molekula bo'lmaydi. Plazma holatida. Birga javob A. Ikkinchisiga qaraydigan bo'lsak, ikkinchisida nima deyapti? Ikkinchisida to'g'ri fikrda aniqlang deyapti. To'g'ri fikr. Natriy xloridning nisbiy molekulyar massasi 58,5 ga teng. Karbon tangidning nisbiy molekulyar massasi 44 ga teng. Endi qarang, birinchi fikr to'g'rimi, xatomi? O'shani isbotlaymiz. Birinchi fikr. Mana bu nisbiy molekulyar massa qaysi harf bilan belgilanadi? Nisbiy molekulyar massa Mr harfi bilan belgilanadi. Mr harfi bilan belgilanadi. Mr harfi bilan belgilanadi. Bu birligi yo'q. Birliksiz bo'ladi. Birligi yo'q. Xo'sh, endi mana bu nisbiy molekulyar massa har doim gaz va gaz moddalari uchun. Gaz va suyuq moddalar uchun. Suyuq moddalar uchun. Gaz va suyuq moddalar uchun xos. Shuning uchun birinchisi bizda natriy xlorid berilyapti. Nisbiy molekulyar massasi lekin 58,5 ga teng. Mana bu yerda nisbiy degani uchun, mana bu nisbiy molekulyar massa degani uchun bu xato bo'ladi. Bu birinchi fikr xato. Ikkinchisida qarang. Ikkinchisida karbonat angidroqning nisbiy molekulyar massasi 44 ga teng. Mr karbonat angidrot. Buning massasi haqiqatan 44 ga teng. Bu gaz modda bo'lgani uchun bu ishlatiladi. Ikkinchisi to'g'ri. Uchinchi fikr. Uchinchi fikrda nima deyilyapti? Uchinchi fikrda e'tibor beradigan bo'lsangiz, silanning massasi Mr kremniy H4 teng deyapti. Atom massa 6 gutka. Kremniy H4 ga massasi 32 teng deyapti 32 ga. 32 ga. Endi Mr ning ham birligi yo'q, Mr ning ham nisbiy molekulyar massaning ham birligi yo'q, nisbiy atom massaning ham birligi yo'q. Shuning uchun bu to'g'ri. To'rtinchi fikrda nima? To'rtinchi bandda nima deydi? To'rtinchi bandga qaraydigan bo'lsak, 2 molyar massa neonniki ari kalsiyning massasi teng. Bizda molyar massani birligi gram taqsim mol. Ikkitasi 2 ko'paytirgan 20 teng 40 gram taqsim mol. O'shani teng deyapti 40 ga. Buning birligi yo'q, buning birligi yo'q. Birligi bor. Shuning uchun bu xato bo'ladi. To'g'ri javob 2 bilan mana. 2 bilan 3 B javob. B. Uchinchi masala. Uchinchi masala nima deyapti? Uchinchi masalaga e'tibor beradigan bo'lsak, qarang. Kislorod atomlarining barcha zarrachalari 32% proton tashkil etadi.
kislorod tartib raqam 8 ta. Bu degani proton 8 ta degani. Elektron o'z-o'zidan elektron ham 8 ta bo'ladi. Neutron bilmayman. Xo'sh, 8 tamiz deyapti, 32% bo'lsin deyapti. 100% dan qancha deyman? Qancha deydigan bo'lsam, necha marta kichkina? 4 marta kichkina. 4 ga bo'lsam 25 ta bo'ladi. 25 ta jami zarracha, neutron ham jami 25 ta bo'ladi. 25 dan ayab tashlayman. Mana 8 8 16 ni. Demak 9 ta neutron bo'lgan. Mana protoni 8 ta, neutroni 9 ta. Massasi necha desangiz, massasi 17. Ikkalasi qo'shib qo'yaman. Unga izoton bo'lgan. Izoton bo'lgan degani uchun izoton bu ftor degan. Ftor. Neutron teng degani izoton degani 9 ta bo'ladi. Protonni nechta desak, o'zi protoni o'zi 9 ta. Demak, proton bilan neutron yig'indisi bizdan beradi, massani beradi. Massani beradi. 9 ga qo'shaman 9 ni 18. 18. Demak, to'g'ri javob S. S javob to'g'ri.